Salom, aziz avtomobil ishqibozlari. Bugun Auto Review Zone kanalida biz siz bilan eng so'nggi va zamonaviy 2026 Chevrolet Captiva'ni ko'rib chiqamiz. Bu orta o'lchamli suv bozorida haqiqiy yangilik va raqobatbardosh model sifatida ajralib turadi. Captiva o'zining nafis dizayni va mukammal ishlov berilgan korpusi bilan bir qarashda e'tiborni tortadi. Old panjarasi keng, LED faralari zamonaviy va yorqin, tungi shahar ko'chalarida ham mukammal yoritish beradi. Tana chizmalari aerodinamik va silliq bo'lib, suv bo'lishiga qaramay, sport avtomobillariga xos dinamizmni his ettiradi. Ichki makon esa qulaylik va texnologik imkoniyatlarni birlashtiradi. Katta sensorli ekran, ilg'or navigatsiya tizimi, Apple CarPlay va Android Auto integratsiyasi, shuningdek, qulay va premium materiallar bilan bezatilgan o'rindiqlar sayohatni yanada yoqimli qiladi. 2026 Chevrolet Captiva bir nechta dvigatel variantlarini taklif etadi, jumladan samarali va quvvatli benzinli va dizel variantlar. Bu esa shahar va uzoq yo'llarda barqaror va ishonchli harakatlanishni ta'minlaydi. Avtomobilning xavfsizlik tizimlari ham ilg'or. Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, avtomatik favqulodda to'xtash tizimi, 360 daraja kamera va sensorlar bilan siz yo'lda har doim xavfsiz va ishonchli bo'lasiz. Captiva'ning yukxonalari keng va qulay bo'lib, har qanday sayohat yoki kundalik ehtiyojlar uchun yetarli joy ta'minlaydi. Haydash tajribasi ham yuqori darajada. Yumshoq suspenziya, barqarorlik va oson boshqaruv uzoq masofali sayohatlarni ham yoqimli qiladi. Shuningdek, ushbu suv yoqilg'i samaradorligi va ekologik jihatdan zamonaviy tizimlari bilan ham ajralib turadi. Bu esa kundalik hayotda qulaylik yaratadi. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Captiva o'zining nafis dizayni, ilg'or texnologiyalari va qulayligi bilan bozorda alohida ajralib turadi va avtomobil ixlosmandlarini hayratga soladi. Agar sizga video yoqsa, iltimos, like bosing, o'z fikrlaringizni kommentlarda yozing va kanalimiz Auto Review Zone'ga